O'ynaganlar darmonda, o'ynamaganlar armonda. Davralar to'rida opoka, bazmlar zo'rida opoka. Davralarını hırday o boging, bazmlarını
gavhari Firuza yaptı senin kayısı kanı gavhari Sayadanda buluptur Ustanında beri Özün saldın kalbime Gitme gözümden neri Şimdi siveni yari sen söyle mene beni Mene bir bak bak Mene bir bak bak Mene bir bak 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 Mene bir bak bak Siz er degan jonzot kirib kelib qolishi mumkin. Unga tusholmay qolib ketib qolasiz. Shuning uchun bemalol o'ynab olinglar. Mana endi hozir keyingi jamoa tayyorlanib olgunga qadar ha yo'q o'ynaymiz endi. To'xtanglar, tushib olayda. Ha, sizlarni boplaymiz hozir. Sovg'amiz bor. Ayollar rosa ham gapga usta bo'lishadi. Endi aytinglarchi, eng gapga usta kim ichinglarda? Mana. Eridan ham qo'rqmaydigan, dardasa balo deydigan kim? Hamma sizni ko'rsatyapti opa. Keling opa. Qarang. Sizga savol beraman. 1 minut, asli 2 minut, lekin bugun 1 minut o'ynaymiz. Agar ha yoki yo'q deb olsa, deb o'ramiz, bo'ptimi? Demang. Ha yo'q demang. Tayyormisiz? Tayyorman. Baland gapiring, ha yo'q so'zi mumkin emas. Boshladik. Ismingiz nima? Gulbahor. Kayfiyatingiz qalay? A'lo. Zerikmayapsizmi? Zerikmadim. Bola chaqa bormi? Bor. Nechta? 2 ta. Tog'am bormi? Albatta. Tog'amda nechta bolasi? 2 ta. Ikkalanglarda 4 tami? 2 ta. 2 tami oshchasi yo'qmi? Oshchasi bor. Kimda bor? Cholimda. Iye? Cholingizda bo'lsa maylimi? Mayli emas. Mayli emas. Qani cholingiz keldimi? Cholim kelmadi. Qayerda? Taksismi? Uyda dam olyapti. Olib kelmadingizmi? Pensioner. O'qituvchi bo'lganmi?
Usta bo'lgan. Siz kim bo'lgansiz oldin? Men buxgalter bo'lganman. Hisobchi. Hisobchi. Ha devordingizmi? Hisobchi dedi. Yo, undan oldin ha dedingiz-ku. Deganim yo'q. Yo'q. Rahmat katta. Yomon emas, 47 sekund ham yomon emas. Sizlarchi, sizlar o'ynaysizlarmi? Kim gapga ustachinglar? Bu tomonda, mana bu tomonga o'ynaymiz. Keling, xalqqa qarab olamiz, keling. Ha yo'q demang. Hamma ko'rsin. Boshladik, ismingiz nima? Mavluda. Kim? Mavluda. Mavluda, qulog'im og'irroq meni. Ishlar qalay? Yaxshi. Charchamayapsizmi? Albatta. Bola chaqa yaxshimi? Rahmat. Nechta bo'ldinglar? Bitta. Voy dangasalar, necha yil bo'ldi turmush qurganingizga? 2 yil. 2 yilda bitta xolosmi? Albatta. Bitta bo'ladi, nechta bo'lardi? Albatta. Nima kayfiyatingiz yo'q, kim xafa qildi? Zo'r. Urushib qolmadinglarmi? Voy, demadim. Yana bor ekan ovozingiz. Akam qani? Uyda. Nimaga olib kelmadingiz? Ishda. Taksistmi? Yo'q. Voy. Rahmat, xayolingiz ketmay qolsin siz akamga. Taksistmi desam yo'q devordi tezda. Bu yerda kim gapga usta? O qo'lingizni ko'taring. Mana bo'pti. Hozir boramiz aka. Ha, yo'q demang, bo'ptimi? Baland gapiring, boshladik. Ismingiz nima? Zarnigor. Ishlar qalay? Yaxshi. Bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Zerikmayapsizmi? Zerikish bo'lmayapti. Akam tinchmi? Tinch. Bolalarchi? Bolalar ham yaxshi. Nevaralar qalay? Nevaralarimiz bo'lmadi. Nimaga? Hali bolalar kichkina. Ha, o'zingiz ham yoshsiz. Albatta. Yaxshi. Ishlayapsizmi? Ishlamayman. Nima qilasiz unda? Uyda o'tiraman. Faqat o'tiraverasizmi? Bolalarga qarab. Akam nima ish qiladi? Usta. Usta sizlarni boqadi. Albatta. Qidivordingizmi? Demadim. Hayajonlanmayapsizmi? Hayajonlanmadim. Bemalolmisiz? Bemalol. Tajriba katta deng. Katta. O'yinni o'ynagansiz oldin? O'ynamaganman. Nimaga? Birinchisi. Telefoningiz yo'qmidi? Telefonim bo'lgan. Vaqtingiz yo'q edi. Shunaqaroq. Yaxshi. Hayajonlanmayapsizmi? Hayajonlanish bo'lmayapti. Yot odam yo'qmi deyman? Yot odamlar hozircha ko'rmadim. Tabriklaymiz, 1 daqiqa bo'ldi. Tabriklaymiz sizga. Tandir 3 dan sovg'a. Ana endi sekin bu tomonga o'tamiz. Mana shu stolga boramiz. Bu yerda opalarmi? Uyda kim birinchi shef opalar? Kim siz aytyapti hamma? Siz aytyapti. Uyda kim birinchi shef desam siz aytyapti akalar. Qarang opam. Ha yo'q demang. Boshladik. Ismingiz nima? Gulidano. Balandroq gapirsa qulog'im og'irroq ishlar bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Zerikmayapsizmi? Zerikish yo'q. Yo'q. Rahmat Gulirano opa. Ishongan bog'da kiyik yotmabdi deb. Assalomu alaykum. Opa. Ha yo'q demang. Boshladik. Ismingiz nima? Malika. Kayfiyatingiz yaxshimi? Alo. Ovqatlar qalay? Zo'r. Yoqdimi? Yoqyapti. Kamchilik yo'qmi? Bo'lmayapti. Akam tinchmi? Tinch. Qani? O'tiribdi. O kishimi? Yonimda. Bu kishimi? Shu? Yaxshi. Uyda kim birinchi shef? Yo'q. Yolg'on. Yolg'on yo'q-a? Yo'q. Yo'q, voy. Hayolingiz ketmay qolsin sizni. Sevmay qolinglar. Voy mayli, davom etamiz mana. Mana bizning keyingi ishtirokchimiz. Opam. Ha, yo'q so'zi mumkin emas. Boshladik. Ismingiz nima? Kaniza. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Zerikmayapsizmi? Zo'r. Bola chaqalar tinchmi? Tinchdir. Nechta? 2 ta. Umringiz davomida 2 tami bolangiz? 2 ta da. Nimaga unaqa kam? Xudo bergani. O'zbekda ko'p bo'lish kerak edi-yu. Akangiz saroq ekanda. Akam qani? Uyda Shuning uchun dankasa bo'lgani uchun kelmadi-ding bu yoqqa. yotibdi mazza qilib. Siz. Meni tomosha qilyapti hozir. Qayda tomosha qilyapti? Живой. Yoningizdami? Instagramda Ya, Instagramingiz bormi? bor. Qani, nima qilmayapsiz? Prямой efir qilmayapsiz? Mana o'tirishibdi-yu. Bular Instagrammi? Voy, Voy, nimaganasini aytasiz? Ha degani yo'q bu. Ha deganida bu.
Voy, o'yin o'zbek rus. Voy, o'zim aytmabman-a. Bo'pti, xo'p, davom etaveramiz, bo'pti. Mutaham xotin ekan. Davom etaveramiz, xo'p, davom etaveramiz. Boshqa bolangiz yo'qmi? Ikkitadan tashqari. Endi tug'aman. Yo'q. Akam dangisa deyapsiz-ku. Endi majbur qilamiz uyga borsak. Siz majbur qilasizmi? Ha, hozir. Rahmat. Kerakda menga. Qiziqarli qildim, hamma yo'qda aytib qo'ying. Исключение qiling. O'zi mayli, o'zi 1 minut bo'luvdi ham o'zi. Tabriklaymiz. Bitta qarshigina bo'lsin mehmonlar opamga. Sovg'a sizga muborak bo'lsin, mayli. Aziz mehmonlar, aziz do'stlar, mayli. Mayli. Bu tomonda ham qo'l ko'tarib yuboringlar, odamlar. Mabodo. Siz. Assalomu alaykum opam. Ha, yo'q, so'zi mumkin emas. Boshladik. Ismingiz nima? Dilnoza, Ishlaringiz qalay opam? ishlarim zo'r. Balandroq gapira olasizmi? Quloqim og'ir. Ishlar bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Bola chaqalar tinchmi? Tinch. Nechta bo'ldi? 2ta. Bo'ldimi shu bilan? To'xtadimi? Bo'ladi, nevara ko'rdim bugun tug'ilgan kuni. Bugun tug'ilgan kuningizmi? Tug'ilgan kuni nevaram. Nevarangizmi? Shunaqa. Kim ko'tarib turibdi nevarani? Qudam. Qudangiz, o'zingizniki qani? Ro'paramda. Siz. Xuddi shunday. Yaxshi. Qayerda ishlaysizlar? Menmi? Akam bilan birga. Akangiz o'qituvchi, Siz organ xodimi. o'qituvchi, organ xodimi. Da. Voy. Qidivorsizmi? O'sha gapirdim xolos. Mayli, bo'pti-ma. Zerikishlar yo'qmi? Zerikishlar bo'lmadi hozircha, zo'r mazza o'tyapti. O'ynamadinglar-ku, ha? O'ynadik. Yo ruxsat yo'qmi? Ruxsat bor. Akam ruxsat beradi? Albatta. Yo siz ruxsat berasizmi akamga? Xuddi shuni U ham bu ham. Qidivorsizmi? aytmadim o so'zda hech narsani. Zato aytmadi, to'ppa-to'g'ri. Biz tabriklaymiz opamga, bitta qarshigina bo'lsin. Mana shu stolga ham mana shu sovg'ani beramiz. Opa muborak bo'lsin. Do'stlar, hammaga a'lo kayfiyat tilaymiz. Gapirsak gaplar ko'p, o'ylansak o'yinlar ko'p. Hali birozdan keyin yana bir qancha sovg'alar bor. Yana bir 15 ta sovg'alarimiz bor. Xudo xolasa sizlarga ularni taqdim etamiz. Star Band jamoasi yigitlarini taklif qilmoqchimiz do'stlar. Endi bitta narsani kelishib olaylik. Hozir mana chiroyli o'yin kulgular bo'ldi. Davomida qanaqa musiqalar bo'lsin? Og'irroq musiqalarmi yo sho'xroq bo'lsinmi? Qanaqa bo'lsin? Kelinglar ovoz beramiz. Og'irroq bo'lsin deganlar bitta qarshi chalsin-chi. O'zi bilmasdan chaldi. Bitta bola chaldi, bu ham bilmadi nima chalganini. Sho'xroq bo'lsin deganlar. Gap yo'q, tushunarli. Demak, do'stlar, sho'xroq qo'shiqlar. Turursin-a? Ha, yaxshi. O'yining halol bo'lsa, yorug'da o'yna degan ekan. Shoh musiqalar bilan Star Band jamoasi xizmatinglarda davom etamiz do'stlar.
Katta rahmat, katta rahmat. Aziz mehmonlar, aziz do'stlar, kechamizni davom ettiramiz. Bugun qaranglar ajoyib kun 27-iyun bugun. Darvoqe bugun bizning bayramimiz, ommaviy axborot vositasi xodimlari kuni. Shu operator akamni ham tabriklayman. Sifatlar bilan chiroyli nima deydim, nonlarni olib borgan patirlarni mana shu qizimiz taklif qilgan. Va eng yaxshi niyatlarni sizdan ham eshitamiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli kelgan aziz mehmonlar, Tandir kabob oilaviy restorani aziz mijozlari, aziz blogerlar, boshlovchilar, san'atkorlar, xush kelibsizlar. Yangi oilaviy maskanimizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bu joyda bitishida butun Tandir kabob oilasi, ma'muriyati, hamma ish boshqaruvchilarining mehnati juda ham katta. Hozir ham tinishmayapti. Bunaqa ko'p odam bo'lib ketishini o'zimiz ham kutmagandik. Kelganinglar uchun katta tashakkur aytaman. Har kuni shunaqa bazm to'y bo'lsin, sizlarni har doim Tandir kabobda ochiq yuz, shirin taom va go'zal manzarada kutib qolamiz. Kelganinglar uchun rahmat. Eling mikrofonga blogerlarimizdan bu yerda andijonlik qiz o'tiribdi, Ziya Hayot o'tiribdi. Keling, bu yoqda bo'lsa Dilbaroy, Andijon bugun eng yaxshi brend fezlardan biri o'tiribdi. Mikrofonlarda bir og'iz o'zini restoranga bo'lgan fikrlarini aytib o'tsa xursand bo'ladim. Kelinglar qizlar. Dilbaroy, siz ham muhimsiz, keling. Anisa Shodiyona qiz ham kelsin billar. Men siz bilan xayob o'ynamoqchi edim. Ya siz yutaman har doim. Assalomu alaykum bu yerdagi hamma mehmonlar. Tandir kabob oilaviy restoranini biz blogerlar jamoasi bilan juda ham yaxshi ko'ramiz. Mana shu yerda reklama qilganimda ham agar ko'rgan bo'lsanglar juda ham yaxshi ta'riflab berganman. Haqiqatan ham zo'r joy. Haqiqatan mana shuncha opa-singillarimiz o'tirib, sizlarga yoqyaptimi? Bitta qarsak bilan ko'rsatinglar. Yoqyaptimi sizlarga? Biz har doim sizlarga eng yaxshi narsani ulashishga harakat qilamiz. Oxirgi payt Tandir kabob desa Sarunoz, Sarunoz desa Tandir kabob esimizga keladigan bo'lgan. Ishlaringizga omad tilaymiz. Sarunoz, siz ham ishlaringizga omad. Tandir kabob jamoasida ham har doim kelganimizda hurmatimizni joyiga qo'yishadi, har doim yaxshi muomala qilishadi va eng mazali taomlar bilan mehmon qilishadi va har bittalarni mana shu yerda butun yoz bo'yi oilalar bilan kutib qolamiz. Rahmat. Hammaga assalomu alaykum. O'rtog'im hamma gapiga qo'shilaman. Unaqa ko'p gapirolmayman, lekin rosa ham zo'r joy ochilibdi. O'zi birinchi marta kelishim. Oilaviy maza qilib kelib, mazali ovqatlardan o'tirib, dam olib, yeb ketadigan joy bo'libdi. Taklif uchun kattakon rahmat, o'rtoq. Menga atmosfera juda ham yoqdi. Yana kelamiz. Kattakon rahmat. To'yingiz shu yerda qilaylik. Menigina qilamiz. Bu qizlar gapirgani qarsak bilan podдержка qilmayapsizlar, bular zo'rg'a chiqib gapiryapti uyatib. Avvalambor assalomu alaykum. Shu ikkala qizni ham gapiga qo'shilaman. Taklif uchun Sarnoz kattakon rahmat. Juda ham chiroyli bo'ldi ochilish. Ya'ni bu yerda ovqatlar eng yoqqani menga chuchvarasi bo'ldi. Oilaviy dugonalar bilan, bemalol do'stlar bilan kelib, mehmon bo'lib ketadigan joy ekan. Rahmat kattakon. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bizga taklif qilganingiz uchun rahmat katta. Atmosferasiga ham gap bo'lish mumkin emas. Menga juda ham yoqdi. Tepadan suvlar sepilib turar ekan, ovqatlariga ham gap bo'lish mumkin emas. Rahmat. Hammaga assalomu alaykum. Biz bugun Tandir restoraniga mehmon sifatida keldik. Sarunoz opa taklif qilganingiz uchun rahmat. Atmosferalar вообще-то bomba, juda ham chiroyli qilishibdi. Ochilganlar bilan tabriklayman. Rahmat sizlarga ham tashrif uchun. Har doim yaxshi kunlarda, to'y bazmlarda kutib qolamiz sizlarni. Biz ham 2 yoshga baxt tilaymiz, baxtli bo'linglar. Qizlar qayerga ketyapsizlar? Qayerga ketyapsizlar qizlarimizni? Kim o'yinga tushadi? Voy tavba qilib. Qayerga o'tirganlar o'tirib qolyapti qizlar. Shuni aytib qo'yayman lekin.
Bolalar sizlar ham poddersha qilib yuboringlar, mana blogerlar, bolalar chiqinglar, poddersha qilib yuboringlar. O'zlari unga tusha olmaydi, qiz bolalar uyatadi-yu. Hamma narsani o'rgatishim kerak ekanda sizlarga endi. Aybim chachim yo'qligimi endi? Davay. Hamma taklif qilamiz, bolalar, qizlarni taklif qilamiz. O'yin kulgular, marhamat, davom etamiz do'stlar. Oh, da. Esimdan chiqib qoldi. Polka, Anjan polkamiz rekordlar kiritildi. Anjan polka bilan faxrlanganlar bitta maza qilib o'ynasa xursand bo'lamiz. Anjan polkasi do'stlar. qizlar, rahmat katta, zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Sizlar o'yinga tushyapsizlarmi? Hatto bechora bolalar uyatib ketyapti, qarab turib. Bular yosh bolalarmi, biz yosh bolalarmi deb o'ylayapti. Lekin bilasizlarmi, bitta narsa xursand qilyapti. Bolalarimiz ko'p. Mana o'zbek serfarzand, hatto qayerga borsak bunaqa ko'p bolalarni ko'rmaysiz. O'zlari kelishadi, so'ppayib o'tirishadi kattalar. Bizda faqat yosh bolalarni yaxshi ko'ramiz. Hamma hozir yosh bolalarni mana shu o'rtaga taklif qilaylik-da. Hammasini taklif qilaylik. Zo'r bitta ish qilamiz hozir. Hamma yosh bolalar nimani yaxshi ko'radi? Hammasi. Yo'q, eng kichkinalari chiqarib yubordilar. Haligi 20 yashar, 30 yashar yosh bolalar kerak emas. Kichkina 5 yashar, 4 yashar bolalarimiz bormi? Chiqarib yuboringlar mana shu yoqqa. Bolajonlarimizga Tandir oilaviy restoran tomonidan biz muzqaymoq tayyorlab qo'yganmiz do'stlar. Bitta qarsagilar bo'lsin bolajonlarimizga. Malatsi, mana hamma keldimi? Hamma keldimi bolajonlar? Tak, yigitlar, Tandir oilaviy restoran yigitlari, kelinglar endi yordam beringlar endi. 2-3 ta yigitlar kelamiz. Mana shu bolajonlarga faqat tartib bilan, bo'ptimi? Hech kim bir-biridan olib qo'yish yo'q. Bo'ptimi? Yosh bolalarga. Xo'p,
Yigitlar, qani kelinglar endi yordam beringlar, marojniylarga yordam beringlar. Tak, tartib bilan bo'ptimi? Kattalar qarab turasizlar. Eng kichkina hammasiga beramiz, xudo xolasa. Faqat yosh bolalarga bittadan talash yo'q, urush yo'q. Hammaga yetadi bittadan. To'xtanglar. O'zimiz. Tepaga chiqib olinglar bo'lmasam-da, tepaga chiqib olinglar yigitlar. Hammasiga yetadi, xudo xolasa. Tak, yetgancha 100 ta muzqaymoq olganmiz o'zi. Joyimiz o'zi 500 ta, lekin 100 ta bolani hisobga olganmiz. Katta qizlarimizga bermanglar. Faqat kichkintoylarga beringlar. Mehr muhabbat mevalari. Bular qanchadan qancha uyqusiz tunlar natijalari. Bular bizni nima deydi, davomchilarimiz, endi nima deymiz endi? Bular bizni farzandlarimiz. Biz hammasini yaxshi ko'ramiz. Tak, endi do'stlar, yana o'yin kulgini davom ettiraveramizmi? O'ynaysizlarmi kattalar? Qizlar, katta qizlar o'ynaysizlarmi? Boshlaysizlarmi? Amin. O'yinga tushmaganni erini choch to'kilib kal bo'lib qolsin. Allohu akbar. Ko'ringlar endi.